Tayyormisiz? Operatsiyaga? U kuni tayyormisiz operatsiyaga desam, yo'q, hozir operatsiya qilasizmi ha dedim. Tayyor turing dedim, narkoz qilamiz desam. Di xotiniga bu tomonga qarab, qilaversinlarmi dedi. Jim turing gapirmang dedim. Ko'rmagan ekan, mana apparatim videoda. Keyin turib, shunaqa bo'ladimi operatsiya deydi. Bu operatsiya emas, udarniy волновой terapiya dedim. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizga Farg'ona viloyati Rishton tumanidan nechinchi yilsiz? 82-yil ekanlar. Xo'p, xullas MRTlarini ko'rdim. Bular operatsiya qildirgan ekanlar. 10 mm necha millimetrli qilgizgan edingiz? 12 oltini qilgizgan ekanlar. Hozir yana xullas 6 1 xullas yana 4 ta 6 dan grisha chiqib qolgan. Xo'p, qancha bo'ldi qilgizganingizga? 2 yil bo'ldi. Mana shu hassada yurganingizga hozir qancha bo'lib qoldi yana shu ahvolga? 2 oydan beri shu ahvol. Rahim qarang menga. Nima deyapti? Bor sal. Ha. Lekin 50-60% yaxshi. Yuring. Yuringchi. Yengila? Ha, bunaqa hozir ikkita hassada yurardingiz. Oldiga videoga boshini ham hassiz. Sekin o'tirib turalasizmi? Ushab. Bismillah. Ushab. Ey mashalloh. Bu ham katta ish, o'tirib turishami? Ha. Hech nima ko'tarmang, tushundingizmi? Faqat ehtiyot qilib turing. Bir oycha gaplashib turamiz, nazoratda yurasiz. Xo'p.